Shu desang, kanikulga ham chiqdik. Bir oydan keyin men o'qishim boshlanadi. Qishloqda qolib, sen bitta hunar o'rganishingga. Ey, siz shuncha kasb fakultetini endi menga ish buyurib ketasizmi? Agar o'qishga ketgunimcha sen bilan birga ishlab turaman. Birga hunar o'rganamiz. Lekin men ketganimdan keyin ham ishni to'xtatib qo'ymaysan. Hozir ishlagan pulim hammasi senga bo'ladi. Ha, bo'ldi, kelishdik agar. Men zo'r magazinchi tanishim bor. Borib bir ish so'rasak beradi. Boramizmi? Ana, zo'r yarashdik aka. Ko'ylaklar ham o'ziga yarashgan. Yoqdimi? Ha, bular. Yo'q, cho'tki ekan. Kassaga borib endi bitta to'lov qo'yasiz. Ketib yuring aka, kasabapti. Alisher aka, shogirdlarimiz zo'r kiyintiramiz dedi bu. Varis katta kiyintirib, zo'r deb ofo qilyapti bular. Azizlar, shogirdlar. Kim kiyintirdi buni? Güzel. Kiyintirdik. Zo'r qarang. Shunaqa kiyintiradimi? Zo'r yarashgan-ku. Futbolkasi ham katta, shimi ham katta, oyog'iga boshqa desalaring bo'lmaydimi? Logopiyanadanmi? Qarang, o'ziga yarashib cho'tib ketib. O'zi aytdi, yoqdi bizga dedi, biz kiyintirib berdik. Ha, yoqdimi? Ha, o'zi aytdi bizga yoqdi dedi. Katta bu. Xo'p. Gaplashamiz. Bo'ldi. Mana ishdan ham quvuldik. Endi nima qilamiz? Ish topish kerak endi. Zo'r joyda boramiz. Assalomu alaykum. 1 kilo qanddan 1 kilo novot tortib bering. Mana aka, kasaga to'lib ketasiz. Bo'ldi. Aka buni 1 kilo deyim, yarim kilo tortib beribdi-ku. Nima qilaman buni men? Qizdan bola adashibdi, ishlam soat to'g'ri bilan birni. Kim qaruvdi? Men aka, Nimaga yaxshi qaramagansan? Tarozga ehtiyot bo'lsang bo'lmaydimi? bo'l Shohiz aka boshqa qayta olmaydi. Yure seni deb yana ishdan aytardik. Bolalar bilan ko'chada ishim chiqib qoldi. Hozir kelaman. Bo'l. Biror kimga nima deydi? Hozir kelaman deb. Bo'l. Assalomu alaykum. Angalar sizlarga borgan. Keyin Keling aka. O'tiring. Короче, Alosdagi kelmaydiganga o'xshaydi. Sen sochingni yoshligimizda olganman. Mekanikni ham o'zim qo'yaman. Hozir ota shakaga kelganda qo'yib qolamiz. Bo'ladimi? Bolalar senlar ustilaringdan jalg'i tushdi. Qanday? Hozir kelgan klient sochini qaysing oldin? Akam oldi. Nimaga? Bilmasam. Usta ketganda o'ynaymiz dedi-da o'zi oldi. Men sizlarga faqat trenirovka qilib turinglar dedim-ku. Bilmaydi. Yoshligimda ukam sochini olganman-da o'sha. Qaysi ukangni? Bo'ldi, ikkalang ham. O'z sen bilan ishlash neto ishaganda, har galdandan o'zim har doim bir o'zim ishlaganimda normal ishlab hech qayerda haydalmaganman. Bratishka. Aka,